Assalomu alaykum qadrli YouTube ixlosmandlari. Mana bugun ko'rib turganingizdek, bugun Pythonda ikkinchi kodimni yozdim. Bu safar kalkulyator yozdim. Mana ko'rishingiz mumkin. Bularni siz ham bitib ko'rib turib olib, o'zingiz ham amalda yozib ko'rishingiz. Men C compilerdan, onlayn C compilerdan foydalandim fayl bo'yicha. Xo'sh, endi buni run qilib ko'ramiz. Amaldan foydalanamiz. Besh chiqdi. Keyin esa ikkinchini ko'ramiz mayli. Uni 2 ga ko'paytirsak 3600 bo'lar ekan. Xullas kalkulyatorimiz ishlamoqda. O'zingiz ham bir sinab ko'ring. Teacher Dre kanaliga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.